Mani iboli, hayoli o'g'limni shunaqa narsalarni kiydirib aynitayotgan ekanda, sharmanda. Bunaqa narsa kiyguncha o'lib ket, uyatsiz. Bizani aqlli o'g'limizni shunaqa uyatsiz kiyimlarni kiyib aynitayotgan ekan. Qizlarga qaramaydigan, yerga qarab yuradigan o'g'limni shu ahvolga solibdi. Ha, qanjiq. Bu kelin deganman-ku. Senga yo'l qo'yish kerak emas edi boshidan. Hozir kelganda ta'zirini beramiz, xotin. Astag'firulloh. Uyatsiz beti yo'q. Hali kelsin ta'zirini beraman. Assalomu alaykum oyijon. Dodajon, yaxshi o'tiribsizlarmi? Va alaykum assalom. Bor xotin, oldiga kirib gapir. Bunaqa narsalarni boshqa kiymasin. Hozir. Voqeaning davomini bilishni istasangiz, menga obuna bo'lishni unutmang. Siz bu voqeaga qanday fikrdasiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Menga qara. Ana u tortmadagi narsalar nima? Sen hali shunaqa narsalarni kiyasanmi? Nechta jiyanimni uzatgan bo'lsam ham, hali bunaqa narsalarni ko'rmaganman. Hijob o'rab yurib, yana shunaqa narsalarni kiyasanmi? Qanaqa qilib uyalmasdan shunaqa narsalarni kiyib yurasan? Seni iboli, hayoli qiz deyishgandi. Miyamga sig'dira olmayapman. Oyijon, o'g'lingiz xohlaydilar. Voy dod. Mani o'g'lim televizorda qizlar chiqsa ham boshqa tomonga qarab o'tiradi. Tez ko'rib, aldama. Qaynatangiz ko'rib rossa jahllari chiqdi. Shaytonning kiyimini kiyadimi deb rossa urishdilar. Adajon, qayerdan ko'rdilar? Ishga olib ketadigan sumkalarini ichiga tushib qopti. Hamma tortmadagi narsalaringni loy surtib, axlatga tashlab yubordim. Boshqa bunaqa narsalarni kiyib yotmang, boshingizda romolingiz bilan uxlang. O'g'illari xiyonat qilayotganini qanday qilib aytaman? Dugonamning gapiga kirib shu narsalarni buyurtma qildirgandim. Endi qaynotamning oldilarida qanday yuraman? Bu video hech kimni ranjitish uchun emas, shunchaki fikr yuritish uchun tayyorlangan. Xo'sh, kelin erini xiyonatdan qutqara oladimi? Qiyinchiliklarni yengadi. Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Obuna bo'lishni unutmang. Bolajonim, bugun doktorga chiqamiz. Ikkalamiz birga ko'rikdan o'tamiz, xo'pmi? Oyjon, men tibbiy ko'rikka ketyapman. Men ham siz bilan birga chiqaman. Kelin, hozir ko'z shifokoridan ham o'tishimiz kerak ekan. Yuring, kirib chiqamiz. Yaxshi, endi bu ko'zingizni ko'ramiz. Marhamat, o'ng tomondagi ko'zingizni apparatga yaqinroq qiling. Ha, shunday, qaramay turing. Keliningizning ko'zlarida muammo bor ekan. Uzoqni yaxshi ko'ra olmas ekanlar. Men ularga ko'zoynak yozib beraman, albatta taqishlari kerak. Yo'q, men ko'zoynak taqolmayman. Taqasiz. Ko'zingiz ko'rmagandan keyin taqasiz. Keldingmi xotin? Ha, keldik. Oyog'imda oyoq qolmadi. Kun issiq ekan, rosa charchab ketdim. Nima gaplar? Ko'zi ko'rmas ekan, uzoqni yaxshi ko'ra olmas ekan. Nima? To'ydan oldin onasi aytmaganmi senga? Yo'q, menga aytishmagan. Assalomu alaykum Adajon. Yaxshi o'tiribsizmi? Va alaykum assalom. Kelin, keling, o'tiring. Ko'zingiz ko'rmasligini nega uyingizdagilar aytishmagan? Mol sotayotganda ham aybini aytib sotish kerak. Bo'lmasa harom bo'ladi. Mayli, hali hammasi o'tib ketadi. Muhimi, erim meni yaxshi ko'radilar. Hammasi yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi ishlab keldingizmi? Bor, yonimda o'tirmagin. Qachon qarasam shu qop kiyimlarni kiyib yurasan. Serialimiz orqali hamma qaynona yoki qaynotani yomon deb targ'ib qilmoqchi emasmiz. Lekin shunday taqdirni boshidan o'tkazgan ayollarimiz ham yo'q emas. Endi voqealar rivoji qanday tus oladi deb o'ylaysiz? Sizning fikringiz biz uchun muhim. Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Voy, isitmam 39 ekan. Erimga telefon qilib aytay, dorim ham qolmabdi. Nega eringga dori kerak deb aytding? Dori homilaga zarar ekanini bilmaysanmi? Oyingga aytsang bo'lmasmidi? Mening o'g'lim ishlayapti, uni nega ovora qilyapsan? Doktor aytibdi, kesar bo'lar ekan.
Bizning avloddan hech kim kesar bo'lmagan. O'zi tug'sin. Oson yo'l bilan tug'moqchidir-da, bizga o'xshab dard chekmaydi, mazza qilib tug'adi. O'g'lim, oldin shunaqa shirinliklarni bizga olib kelardi. Endi esa hammasini o'zing yeb qo'yadigan bo'psan-ku, o'g'ri tomoq ekansan. Qorningdagi bolang ham o'g'ri bo'ladi. Bas qil. Men bilan yotma. Ishdan charchab kelsam, doim xafa bo'lib kutib olasan, har doim uzun ko'ylak kiyib olasan, o'zingga ham qaramaysan. Qarang, buni berkitib konfet bilan saqich yeb o'tiradi. O'g'limning topgan puli hammasi shu konfet va saqichlarga ketyapti. Assalomu alaykum oyi, yaxshimisiz? Yaxshimisan? Qiynalmay yuribsanmi? Rahmat, o'zingizchi yaxshimisiz? Issig'im yana ko'tarilyapti. Iltimos, dori olib beravering. Men ertaga ishga ketishim kerak. Kerak bo'lsa o'zing olib kel. Telegramini o'zimga ochib olaman. Shunda hammasining tagiga yetaman. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Men ketdim. Xo'p, yaxshi borib kel. Ha, salom deb qo'y. Tug'ilgan kuning bilan. Voy, rahmat. Bugun tug'ilgan kunim yodimdan chiqibdi. Men kelinning xonasini bir titib chiqay. Ha, qarachi. Molxona bo'lib yotgandir. Mana qarang. Buni berkitib konfet bilan saqich yeb o'tiradi. O'g'limning topgan puli hammasi shu konfet va saqichlarga ketyapti. Menga qarang. Sizga soat nechida uyda bo'ling degan edim. Nega kech keldingiz? Xonangizdagi tortmada konfet va saqichlar turibdi. Nega oshxonada yemaysiz? Necha marta aytishim kerak? Bu gapimni yaxshilab o'qib ol. Sen hamisha dadasi, tez keling. Bugun kesarcha kesish orqali tug'dirishimiz kerak. Bundan ortiq kutib bo'lmaydi. Uyimizning podshosi bunga ruxsat bermaganlar, o'zsin. Agar shu eng to'g'ri yo'l bo'lsa, mayli. Qizim bilan chaqaloq omon bo'lsin. Sen qo'rqma, o'g'lim. U oddiy uxlayapti, qo'rqma. Endi men yolg'iz emasman. Mening chiroyli qizim bor. Negadir juda ko'p uxlayapti, umuman emmayapti. Qiz bola shunaqa nimjon bo'ladi. Ana qo'shnimiz o'g'il tug'di, polvondek bola, emib uxlab yotibdi. Bolangiz shamollab qopti. Tomog'i qizarib ketgan, shuning uchun yaxshi emolmayapti. Men hozir dorilar yozib beraman. Dorilarni vaqtida ichirsangiz, inshaalloh tezda tuzalib ketadi. Doktor shu dorilarni yozib berdi. Olib kelib bera olasizmi? Dorining zararli ekanini bilmaysanmi? Kerak emas. Qizim, bolangning ahvoli og'irga o'xshaydi. Doktorni chaqirdilarmi? Ha, oyijon, doktor keldi, dorilar yozib berdi. Hozir ichiryapman. Quda, nabiramizni doktorga olib boraylik. Yo'q. Uyimizning podshosi bunga ruxsat bermaydilar. Unday bo'lsa, shundoq olib borib doktorga ko'rsatamiz-da, keyin yana uyga qaytarib olib kelamiz. Bolangizning ahvoli og'ir. Uni zudlik bilan reanimatsiya bo'limiga o'tkazamiz. Doktor, iltimos, qizalog'imni saqlab qoling. Qizimizni reanimatsiyaga olib kirishdi. Iltimos, tez keling. Men choyxonadaman. Keyin gaplashamiz. Qizimizni reanimatsiyaga olib kirishdi. Iltimos, tez keling. Men choyxonadaman. Keyin gaplashamiz. Qo'ng'iroq qilayotgan abonentning telefoni o'chirilgan yoki xizmat doirasidan tashqarida. Bolamga kasha kerak, qayerdan topaman? Oyimga telefon qilib ko'raychi. Balki hali uxlamagandirlar. Alo, qizim. Oyjon, qizimga smes kerak ekan, olib kelib bera olasizlarmi? Xo'p, qizim, hozir yo'lga chiqamiz. Dadajon, qizim reanimatsiyaga tushib qoldi. Qizim, xavotir olma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Mana, qizingga smes olib keldik. Hozir qizingning qorni to'yadi. O'zingni ham qorning ochgandir. Senga ham shashlik olib keldim. Rahmat, dadajon.
Siqilma, hammasi yaxshi bo'ladi. Hali nabiramiz tuzalib ketadi. Nasib qilsa uning to'ylarini ham qilamiz. Albatta, aytganingiz kelsin. Bu dunyoda suyanchim, bu dunyoda sizlar bor. Qizingizning ahvoli og'irlashdi. Tez reanimatsiyaga keling. Onajon, Bolajonim! jonim. Qizingizning ahvoli og'irlashdi. Tez reanimatsiyaga keling. Bolajonim! Allohim, qizimni o'zing asra. Uni mendan olib qo'yma. U mening yolg'izim. Nima bo'ldi, doktor? Qizimning ahvoli yaxshimi? Allohga shukr, qizingizning ahvoli yaxshilandi. Kechqurun palataga yoningizga olib chiqamiz. Alhamdulillah. Mamasha, ertaga qaynonangiz bilan eringiz doktor bilan uchrashib ketishsin. Xo'p, aytaman. Qanaqa onasiz siz? O'zingiz bola boqqanmisiz? Bir haftadan beri chaqaloq och qolgan. Keliningiz hali yosh edi. Siz unga yordam berishingiz kerak edi. Papasha, bolani dunyoga keltirishning o'zi yetmaydi. Uni parvarish qilish ham ota-onaning mas'uliyati. Farzandingiz uchun mas'uliyatli bo'ling. Bitta bolani ham eplab boqolmasangiz, nega tug'dingiz? Ishli o'g'limni bezovta qilib chaqirtirganingizni qarang. Siz bilan uyda gaplashamiz. Assalomu alaykum. Qizimizga smes olib kela olasizmi? Va alaykum assalom. Xo'p, olib boraman. Rahmat. Dadasi, kelin nabiramizga smes olib keling debdi. Tug'ganda ham o'zi tug'madi, endi smes bilan boqar ekanmi? O'zi emizsin. Bu bolaning haqqi. Emiz olmas ekan, suti qochib ketibdi. Ola qarg'a, jonimga tegdi bu kelin. Endi sut qochganini bahona qilyaptimi? Kelin, qaynotangiz aytayaptilar. O'zingiz emizar ekansiz nabiramni. Sintetika katta qilmasin. O'zingiz emizing. Pulni bekorga ketkizmang. Biz ham bola katta qilganmiz. Qiynalib, dard chekib tug'madi-de. Shuning uchun suti ham yo'q, mehri ham yo'q.